Bugun Yevropa gazda Chang'an Stack Plus avtomobiliga metan gaz ballonini o'rnatib beryapmiz. Bitta 90 talik, bitta 65 talik metanlarni original 4-pakelanasi bilan o'rnatish jarayoni boshlangan. Bizda ballonlarning narxi, propanni, metanning narxlari juda ham ko'tarilib ketdi. Xabarlaring bor, 1-2 kun video qo'ymadik. Malibu avtomobilimizga 100 litrlik metan gaz ballonni chiroyli qilib, avvalni chanaga mustahkam qilib o'rnatib berdik. Original kranlari bilan. Ko'rsalaring, bu yoqda Captiva batafsil ma'lumot beramiz. Oxirigacha kuzating. Qanaqa jihozlar qo'yilyapti, qanchaga qo'yilyapti, ma'lumot berib o'taman. Undan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Malibu avtomobilimizga oldi jihozlariga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, farsunkasi Dakota italyanskiy 1.10lik eng tezkor bo'lgan, sifati zo'r, bomba bo'lgan farsunkamiz va blok boshqaruvi Ejecto 48 ga 4 eng zo'r bo'lgan blok boshqaruvlarimizdan bo'ladi. Reduktorimiz bu Malibu avtomobiliga qo'yiladigan reduktor Rail kompaniyasiniki italyanskiy reduktor hisoblanadi. Bu Malibu avtomobillariga ot kuchi ko'proq bo'lganiga bu bemalol bu reduktorimiz gazni yetkazib beradi. Eng sifati yuqori bo'lgan reduktorimiz hisoblanadi. İtalyanskiy toza. Buni birga bir patelkalar har xil chiqmagan. O'shaning uchun bemalol ko'ngilni to'q qilib, mana shu reduktordan Malibu 2laring bo'lsa, qo'ydirsalaring bo'ladi. Buni narxini 10 million so'mga 100 talik metanni original 4-pakelanasi bilan o'rnatib berdik. Bu yoqda Captiva avtomobilimizga 61 litrlik propan gaz ballonni o'rnatib berdik. 3-pakelanasini reduktori Turetskiy Atker eng sifatli bo'lgan reduktorlarimizdan. O'sha dozatorlarni eng yaxshi gazni sepib beruvchi dozatorlarimiz va отстойник bu gazni filtrlab ham reduktorda ishdan chiqib qolishini oldini oladigan klapan hisoblanadi. Shu joylariga ahamiyat beringlar. Emulyatorlar bilan o'rnatib berilyapti. Ejektorga buni foydasi bor. Ejektorni uzib, yana ulashga ancha foyda beradigan emulyatorlar eng sifatli qilib o'rnatib berilyapti. Bu Captiva avtomobilimizga 61 litrlik Belarusda ishlab chiqarilgan propan gaz ballonimizni narxini 3,5 million so'mga o'rnatib beryapmiz. Bizda yana Kia Sonet avtomobilimizga propan gaz ballon o'rnatib berildi. 47 talik Alex Polshada ishlab chiqarilgan original bo'lgan kompyuter boshqaruvlari Nano blok boshqaruvi bilan o'rnatib berildi. İtalyanskiy Rail firmaniki tezkor 2.10lik italyanskiy farsunka original. Buni ham reduktorda ham italyanskiy Nordic Achille, Tomasetti Achille sifati zo'r. Buni birga bir farqlari bor. Oldingi videolarda aytib o'tganman farqlarini. Buni narxini 47 talik Belarusda ishlab chiqarilgan original 4-pakelan jihozlar bilan 4,5 million so'mga o'rnatib berildi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bu avtomobilimizga o'sha hid chiqarmasligi uchun Fagmit shlang va bir metalik original filtri bilan o'rnatib berildi. Original xomutlar. Xullas, avtomobilimiz ideal holatda maza qilib, propan gazda bemalol yurishlari mumkin. Ko'ngilni to'q qilib. Bu yoqda Tracker avtomobilimizga bitta 90 litrlik metan gaz ballonni 4-pakelanni original qilib o'rnatib berildi. Farsunkasi italyanskiy 2.10lik tezkor farsunka Adax reduktori va original zapravichnisi va Alex Polshada ishlab chiqarilgan blok boshqaruvlar bilan o'rnatib berildi. Buni nomi Nano modeli. Hamma jihozlarni original qilib o'rnatdik. Bitta 90 talik bilan 6,5 million so'mga o'rnatib berildi. 2-3 kun video qo'ymadik. Sababi shu narxlar stabilniy bir narxga kelsin deb 2 kun ko'tarildi. 20 dollar, 10 dollardan, 40 dollardan ko'tarilib ketdi. O'shaning uchun video joylamay turgan edim. Hozir mana salgina endi holatiga qaytyapti. Belarusda ishlab chiqarilgan 47 talik original ballonlarimiz bor.
baribir ko'tarilgan narxda ozgina turibdi. Shuning uchun narx-navoni yo'lga chiqishdan oldin qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotni bilib olinglar demoqchiman. Bizning manzilimiz Sardobadan o'tganda Gulistonning ichiga o'ng tomonga yo'l bor. 18 kilometr masofani bosib, o'ngga burilib, mana shu ko'prikchadan kelib, bizda gaz o'rnatib ketishlaring mumkin. Yevropa gaz servisda. Va bu yog'i Toshkentdan kelishda Jizzaxga most oldidan o'ngga burilib ketilmasdan, to'g'ri most tagidan 15 kilometr yurib, svetoforda o'ngga qayrilib, 1,5 kilometr, 2 kilometrda bitta qayrilib olish bor. Ozgina yurib, o'ng tomonga kelsalaring, avtomobillaringga eng zo'r jihozlar bilan metan gaz, propan gazlarni o'rnatib ketishlaring mumkin. Sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Videomizga like bosing, chunki videoni bosilgan likelar ko'proq insonlarga YouTube tavsiya qiladi. Insonlarga manfaati tegishini xohlaymiz. Eng original jihozlarni bizda o'rnatib ketishlaring mumkin. Biz borini bordi, o'sha siz tanlaysiz, biz o'sha siz tanlagan jihozni o'rnatib beramiz. Bizda aldov yo'q, bari ro'y rost. Bemalol qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Mana Kia Sonet 7 talik balon joylashishi ko'rishlaring mumkin. Original Belarusda, Belarusda ishlab chiqarilgan propan gaz balonimiz. Bizda yana Gentra avtomobiliga 90 litrli metan gaz balonni avalniy chanaga mustahkam qilib o'rnatib beryapmiz. Oldi jihozlariga qisqacha tanishtiradigan bo'lsak, farsunkasi o'sha o'xshash farsunka, bu Xitoydagi. Akamiz o'zi shuni tanladilar. Bunga ham 1 yil kafolat beramiz lekin. Reduktori Abax original reduktori bilan o'rnatib berdik. Mana miyasi Stack GoFast 200 kompyuter blogi bilan o'rnatib berildi. Mana hozir ko'rsataman. Blok boshqaruvi Stack GoFast 200. Polshada ishlab chiqarilgan kompyuterlar bilan o'rnatib berdik. Buni narxini 5 million so'mga o'rnatib berdik. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Yevropa gaz doim sizlar bilan. Bu yoqda Tracker avtomobilimizga propan gaz balon o'rnatib berilyapti. 47 litrlik Belarusda ishlab chiqarilgan original balon bilan o'rnatib berdik. Qisqacha tanishtiradigan bo'lsak, buni ham narxini hozir aytib o'taman. Reduktori italyanskiy Tomasetta Aceli Nordic 09 AT09 modeli. Hid chiqarmaslik uchun vakuum ishlang, bir metall filtri va farsunkasi doimgidek Rail italyanskiy tezkor farsunkalarimizda o'rnatib berdik. Kompyuter boshqaruvi Yevropa gaz brendidan 32 ga 4 kompyuter boshqaruvi bilan o'rnatib berdik. Buni narxini 4 million 400 mingga o'rnatib berdik. Yo'da Damas avtomobilimiz bor. 65 litrlik metan gaz bilan o'rnatib berdik. Reduktori Xitoyda ishlab chiqarilgan 1 yil kafolatga ega original reduktor bilan o'rnatib beryapmiz. Balon joylashishi 65 litrlik metan gaz balon mana. Ideal qilib, mustahkam qilib o'rnatib berdik. Original krani bilan. Qancha vaqtda bo'ladi deydiganlarga kesalaring 2 soatda bo'ladi. Metan, propan gaz balonlarning narxi oshdi. Oshgan narxda, tushgan narxda hisoblab aytamiz. Changan avtomobilimizga metan gaz balon o'rnatib berdik. Bitta 90 talik, bitta 65 litrlik. Balonni joylashishini ko'rishingiz mumkin. Mana qanaqa joylashadi. Buni narxini 4-paketini original qilib 8,5 million so'mga o'rnatib berildi.